katta magazin ochildi. 70 ta odam ish bilan ta'minlandi va arzon mahsulot yetkazib beryapmiz degan reklama bilan chiqildi. Hokimiyat ham bu narsani xuddi shu ko'rinishda olib chiqishdi axborotga. Ya'ni 70 ta yoshda ish bilan ta'minladi. Lekin u bozor hududi. Bilasiz, Qo'qon xalqini asosiy qismi bozordan tirikchilik qiladi. 3 ta katta bozorimiz bor. Aynan shu bozorda o'rtasida joylashgan katta yo'l bo'yida magazin ochildi. Ishlab chiqarishi ham o'zida, sotuvi ham o'zida. Endi men bozorchilar bilan gaplashdim, atdagi tadbirkorlar bilan, kichik tadbirkorlar bilan aytishyapti, bizi savdoimiz bu ochilgandan keyin keskin tushib ketdi. Ya'ni bizi pachka narximiz, ya'ni optim narximizdan arzon sotyapti. Ya'ni bu demping holat. Shunchaki arzon sotilmayapti. Boshqa o'yinchilarni bozordan chiqarib yuborishlik uchun ko'targaniga sotishsa ham bo'ladi. Ya'ni dempingni ma'nosi yoyib ketsa ham bo'ladi. Ko'pchilik tushunishadi, lekin tushunmaganlar uchun ma'lum vaqt demping asosida, ya'ni narxni tan narxidan ham pastroqqa sotishi mumkin, qolgan o'yinchilarni o'yindan chiqarish uchun. Ya'ni boshqa tadbirkorlar u raqobat qila olmaydi. Sababi tan narxi o'zi qimmat, foyda qo'yish kerak, uni ijarasi bor, oyligi bor, yana kommunal to'lovlari bor. Umuman olganda qoplamaydi-da, o'z-o'zidan tadbirkorlikdan chiqishga to'g'ri keladi.